Sabit Efendi'nin hikayesi emdi zamanımız bilen tanlaşgan idi. Emdiki hikayemizin söhbetlerimiz bilen davam kılıdığandek kılattık. Şoňa men sualımny başladım. Seyfiddinni tenqidleş başlangandan keyin sizden hesap soraldymy qandaq? Mesela Seyfiddinning öýüge baglanlygyňyzny ular çoqum bir til beriktiriş dep qarmay qalmaydy. Nim diýişdiňler dep sormadymy? Bular diýen Xitaylar dursa, onun üstüge kommunistlar sormay qalydy demsiz. Hili avar qıldy. Bu tafsilatlarning hammasi xuddi türmelerde boladigan tügümäs sual soraklar bilen oxşaş tipda. Bunu tasavvur qıla alaysız. Şoňa wagtyňyzny almay dedim. Bäri bir hyzmatny qabul qılmagandyken nemişki yurtga qaytyp balyçaqlaryňyzdan yendi bolay demeysiz. Bu bir xil ýatlaşyşynyň ýügüdin bolsa gerek. Dedi o tartınçaq balalar tırnaq tatılap durgandek qolidiki müştekni oynap durup. Bek uzun görüşmegen yaqınlarmı heyiq duruş küçü hasıl qılsa gerek. Bir türlük cüret qılamayman. Özümü düşündürüp beremeyman. Yeni bir tarapymı ba. Şuncha yıl Ürümçide yaşapdy men, könüp qaldım. Qaytyp kelsem, yezi muhitida yaşaşga könäleýmenmi? İşenç qılamayman. Ondan mening qılıbatqanym bir türlük isyan. Boykot qilish bolup, her qaytym kattalardan biri meni xizmatga teklip qıp kelsa va men bu teklipni taaddi gaplerim bilan rad qilgan çığımda bir xil ruhi qanoat his qilaman. Bir xil g'oliblik tuyg'usiga cho'milaman. Mana bu bir sabab bo'lsa kerak. Nimil degan bilan bu g'ayratlik odamning allaqandoq taraflari bekmi bichora edi. Onun keçmiş hayatını bilginimden keyin texmi şundaq tuyulup, yürükimni bir xil iç ağrıtış tuygusu öz ilkiga aldı. Ailevi hayatning lazzatini tüzükrek dedim-gan. Hayatning büyük bir bölüki türmede ötken. Yine bugünkü kelipmi navayxanada otun yerip yürgen bu adam alaqa yeri bilen şunçilik söyümlik idi ki, tuygularimdan özüm larziye kelip yığlagım kep ketdi. Ha maqul dep qoyup xizmatni qabul qilgan bolup elipla aqydan pensiyaga iltimas qilib chiqib alsangiz, oxirgi umringiz kapolatga ega bo'lmaydimi? Yo'q, dedi u keskinla. Bu qilmishining menga qiladigan ta'siri haqida ishonchsiz bo'lg'ashqa burnining uchidan ta chiqib ketdi. Men dedim-ku, o'z maydonimni bo'lsimi ifodalab qo'ya olayman. Zolimning oldida bir eg'iz haq gap qilishmi jihad degan hadis bor. Hech bo'lmasa qarshiligimni mushundoq ifodalay deyman. Oxirgacha buning yundusini ichgan bo'lib qolmay. Burunlarda har xil umidlarda bo'lmadik emas. Ba'zida xizmat o'rnidan foydalanib xalqimizga xizmat qilg'ili bo'lar debmi o'yladik. Tushundimki, bir oz xizmat qilgandekmi qildikanmiz, ammo Xitoyni ko'proq qozondirdikanmiz. Buningga davomliq ma'qul deyili bo'lamdi. Sabit özü bek xalap ketmeydigan temalardan qıçışning yo'lini obdan biletdi. Her uçragan adam onundan xuddi şunu soraydı. Mundaqla, ha dep qoyup maaşını eliyiversangiz bo'lmaydimi? Qiyirgan adamni her kuni ishxonaga kelding, ketding deb yo'qlama qilib ketmasdi. Bu tipdiki suallar uni bezor qilib etgandek qiladi. Şoňa ustalyk bilan temini o'zgartdi. Siz mening bu uzun hikoyamning ba'zi qahramonlarining oqibatlari haqida so'ray demaysiz-ku. Ba'zilarini biz 60-yillardagi lagerlarda tashlab ketgan edik. Ba'zilarini texmi uzoqda. To'g'ri, bu mening aqlimga kelmabdi. Ammo bu hikoyani radlayotgan chig'imda baribir sezatdim, baribir so'raydim, dedim o'zimni aqlab. Boshqa mashhurlarning nim bo'lganini sizmi bilasiz? Ammo men sizga Ashu Rahimning, Hamid Turdining, Mehrigulning bugunini so'zlab bera alayman. Agar xohlasangiz, o'zingiz ularni ko'rib kelsangiz bo'ladi, dedi u kulib. Vah, shundoqmi? Amsa laqitim dal shu yerdan boshlayli, dedim mamnuniyat bilan. Bugun uchun yetarli bo'lganligini soatga qaramasam-mu his qilib turatdim. Va'dimiz bo'yicha Әмді мен sizge aşı baxtsizlik to'lgan hayotimning ma'lum sahifalarida ismi kechgan taqdirdoshlarim haqida so'zlab beray. Buni o'tganda va'dalashgan edik. Xizmat qilish niyatimdan tamoman yenib, o'zimga biror nimkorlik ishi izlab yurgan kunlarimda ko'chada kimni ko'rdimdan? Rahimni.
Bizning aşı Хуаңпуны бүтürgen dostumuz Rehimni koçida görüp qaldım. Rehim bir qol harvısida tamaki setip yürüpdiken. Meni görüp şunda hijalet bop ketdi. Aslida onunğa qalsa meni köməskä saladiganligini sezdim. Çataq yeri mənmi onu köygen edim. Şoňa salamlaşmay ötmeydim. Onun qıp yürgen tirikçilik hareketinden nomus kelyapatqany mening bäkmi oğamny qaynatdy. Eger bu iş nomus qılarlyk bir iş boladigan bolsa, hayat üçün tirikişiwatqan mingligan halkymyzmy nomusluq bir iş qıwatqan bolmamdy. Asli xapylyk bu adamning özüde idi. O Xitaylar tarafidan berilgen aşı mərtəbələrni bək çoň biladigan boğaşqıla onundan ayrılıp qalışni şunçalik ayıp hesaplawagan. Assalamu alaykum. Dedim onun yoşurunu velişqi amalsız qağanlıqdan alaqazadı bop ketken bisaramjan halatiga etibar qilmasdan. Va alaykum assalam. Dedi o boğuzuğa bir näs turup qağandek qaqılıp turup. Bu uzun yıllarda nälerdi yürüp nimelerni gördüňiz? Şu sili biladiga işlar. Lagerdan qaytıp geldim. Xizmetimni bämey avara qılıp şu yol meňwatman. Tonuş tapmys iş axmaydy eken. İş axtırış üçin pul ketidi eken. Şu ha, mundaqta. Dedim onun içi ağırgan halda. Balalarning ahvali qandaq eken? Hazırçu. Balalarmı yaxşı turupdy eken? Hazırmı yaman emas. Mana şu balalarni dep şu tirikçilik. Rehim tabiatiga göre yanıla atdan düşsümü özengeden düşmey, dağvazlık qılıp yasalma gap qıwatatdy. Demek, onun haqiqiy ahvalini onundan biliş mümkin emas idi. O, bomuğur näslerden xijil bolup, xijil boluşqa tegişlik näslerden paxırlanıp yürüydigan boğaşqa özünün yoxsuzluqydan. Aile ahvalidagi salbiy vaziyatdan nomus qılatdy va ilacı ba onu pədazlap göstərdi. Ha, siliçu, silini näden soraymiz? Məmu mana, dedim mən Turqumni işara qılıp. Turqum uncha həvəs qılğudək emas idi. İş izləp yürümən. Sizning o hər halda muşunçilik tirikçilik yolunuz barken, mening umu yo'q. Ha, şundama, dedi o çırayığı bir az külkü yugurtup. Çünki o əmdi mening ahvalimning özüdün mütəvəllikidən bir az ruhlangandek qılatdı. Xizmetning işi həl bolmaywatamda. Xizmetmi? Xizmet qilishni xolamadim. Onundan ko'ra nimkor ishlay deb ish izlayapman. Nimdilla? Dedi o cho'chib. Onun cho'chishida bir necha xil murakkab o'y-xiyol aralashidi. Birinchisi, o hamma odamni o'zida his qilg'ashqa menimi dag'vozlik qilyotidi deb o'ylab ishongisi kelmayotdi. Ammo u mening tuzligimni bilmaydi emas. Shunga ishinay desa, bu hol uning g'ururiga tekkandek bo'lyotdi. Chunki o xizmat ko'ydi yo'l mengib yurgan, ammo hal bo'lmayotgan. Men bo'lsam xizmat taklifini rad qilyotgan. Bu haqiqatan uning eg'ir kelyotdi. Çaqçaq qılvatam dikin desem, silinig'u bilaman. Çaqçaqni to'liq qiladigan odam emas. Rostmikin dey desem toza, dedi u kayfiyatini ancha yoshirmay. Uncha vala murakkab o'ylab ketgudek nemisi bor. Bu kungacha har xil sabablar bilan, har xil tamolar bilan ishlabmi qoldik. Oyoq xulosida bularni to'g'ri topmadim. Ishlashga hech rag'dim yo'q. Bir jon, bir gal. Uncha vala qilib ketgudek ishmi bu hayot? Her gün emas, her nefesning ikki so'riqi bor. Qilgan ishdan hisob beradigan gap. Shunga qisqasi xolamadim. Sizning bu o'qitingiz qandaqroq? Yaman emas. Bir maoshchining maoshini o'lgan jinimizdimi topadi ekanmiz. Shu umr bo'yi kodir bo'ptimiz, cho'ng o'tibdimiz. Amdi kelibsa, ma kunga qolsaq pichki ha gap qoldi ekan shu. Hey apandim. Bu sizning o'z tonishingizga bog'liq bir ish. Agar meningmi sizningchilik bir tirikchilik yo'lim bo'lib qolsa, hargizmi shu siz degan cho'ng o'tishlarning kayniga kirmaydim. Tijorat degan barakat degan gap bor. Bo'lmagandek turibmi bir maoshining ishini qila olishiga ishonaman. Sizlar unda deb qo'ygan bilan bunda ishni yaratamla? Hele. Dedi u yanada o'zining o'lchamlaridan chiqolmay. Mening g'obak qilg'im bor. Ammo men rostini desam tijoratga yaramayman. Mijozimni bilasiz. Xiyolni ko'p qiladigan, gapni oz qiladigan odam tijorat qilolmaydi-ku.
Xarida degenge so'zlab tumus bo'lmaydigan gap. Shunga nimka ishlay deyman. Vay tangay, dedi u bosh chayqab. Uning menga ishonmay davatqanligi yoki o'z qismatiga bo'lgan hayronligini ta'turpalik o'ziga keltirgan bu yarashmaslikqa isyon nidosi ekanligini ilg'a qilolmadim. Shu chaqda birdilla baza boshqurishning odamlari kelayotgandek qiladi. Bizdek yaymichilar aldirab qelyotidi. Men asta bir yangi o'zimni alay, malni ziyon tortib qolmay yana. Dedi va harvisini ittirishga boshlab, "Xafa bo'lmayla", debla ketib qoldi. Men turgan yerimde xeli uzoq turib ko'zetdim. Demak, u bir yildan beri bu ishni qilish jarayonida xeli tajribalik bo'lib qolgan edi. Haqiqatan baza boshqarish xodimlari bazacarlashga chiqqan bo'lib, ular uchun bu ovga chiqqandek ish edi. Ular ko'cha bo'ylaridagi qonunsiz yaymichilarni tutatdi. Jarimani alatdi yoki yanchuqlarga sungutilgan pul bilan yolg'on popoz qilib qo'yib o'tib ketadi. Hech nim bermagan gadankashlarni mollarini tortib olish, eg'ir jarimani qo'yish bilan adablaydi. Rahim o'ttir yoshga yaqinlashganda uylangan. Shu onlarda amdilardan uylangan ballari bor edi. Ammo u lagerlarda yurgan yillar uning ballarının rasa o'qish yillari bo'lg'ashqa, bu gizanda oilasi jamiyatda xo'rlanib, iqtisodiy jihatdan yo'qsizlik tortib, balalarining hech biri o'qiyolmagan edi. Әмділікте балаларымы işsiz ko'chalarda lag'aylab yuradigan sayoqlarga aylanib qolg'ashqa, qiyrigan janida Rahim yanada o'zi tirishib, oilani qamdashga majbur bo'layotgan edi. Men bu Rahimdan erishkili bo'lmaydigan to'g'ri uchurni uning boshqa bir yaqinidan anglab, uningga haqiqatan ichim og'rib qoldi. Gerçi men uningchilikmi o'qitim yo'q holda bo'lsam bir jon edim. Kechda Taza qaranguda, əhlayqı cımıqqanda Pəlla Akademiyasının darvazıvən öyüdə yatatdım. Darvazıvən qunaxun astalı işikni içib kirgüzetdi. Taң səhərdə bamdatqı çıxıb ketkençe koçularda yürətdim. Şundaq buluşumğa qarmay, Rahimning hali köz aldımdan ketmey, bəkmi azaplandım. Bulubmu, onun avlodlarining o'qishsiz qolgani, yarmas, ko'chilukchaklardan bo'lib qolgani bəkmi alamlik edi. Bundaq balalar hamon jinoyatga yaqin bo'ladi. Har qachon ularning bir jinoyat bilan tutqun qilinishini kutishga bo'ladi. Shunga bir kuni qasdan Rahimning yayma harvisini to'xtatadigan ko'chadan menib, uningga yana uchrashib qolib, birdam ahvollashqim keldi. Qirishqandek bu qitim dal uning baxtsizlik yo'liqqan sorunining ustiga berib qopdim. U bazoq boshqarishga tutilib qolgan. Ular qiyachiya qilishib tartishib turishadi. Rahimning numusi kep ketmasin, ko'rinmay ketayla dedim bir turib. Ammo yanada yaqinroq berib turdim. Agar men qilishga tegishlik bir ish chiqib qolsa yordam qilaman deb ahvolni ko'zatdim. Jidalga aralashib hech nima qazon qilib bo'lmaydi. Gerçi baza boshqarish xodimlari bo'lmish ashu ikki Xitoy bir Uyg'urga kuchum yetsimi, ularni urib yiqitib qochib ketgili bo'lmaydi. Çaresiz holda qarab turdim. Xitoyning eng mashhur harbiy universitetida Jiang Zheshi mudirlik qilgan bir maktabda o'qib chiqqan bir shaxs shu anda bir necha so'yma tarafidan ko'chada tortqishlanayotdi. Uning xizmatining tez hal bo'lmasligimi, uningga mush jamiyatda tegishlik bir kasbiy o'rinning taqozo bo'lmasligidan deyishkim bo'ladi. Chunki uningga o'qigan kasbi bo'yicha bir ish hech berilmaydi. Boshqa kasblar uchun u yot edi. Ammo Rahim mangu o'zi yashayotgan jamiyatni tushunmay kelyotdi. U hamon buni o'zining baxtsizligi deb qaraydi. Ammo bu millatning baxtsizligi edi. Uning harvisidagi tamakilar yig'ishtirilib bir qopqa silindi. Harvisini yo'l bo'yidagi bir stolbaga zanjirlab qulib silib, qopdagi tamakini mashinaga silib, o'zlari bilan ilib ketishdi. Rahim yo'l bo'yida dard alamdan qayon mengishini bilmay qolgan yetimdek o'ltirib qoldi. Atrofdagi o'lashgan odamlar uningga har xil yo'llarni ko'rsatishdi. Ba'zilar kim tepib qanchalik pul bersa hal bo'ladiganligini desa, ba'zilar baza boshqarishga berib, degan jazosini to'lab qutulishni maslahat berishadi.
Әмма мәнді bunchlikmi imkon yo'q edi. Ya'ni men hech qandaq maslahatmi berolmaydim. Chunki men bu jihatda hech qandaq tajribaga ega emas edim. Bu holda berib Rahimga ko'rinsam, etishgan yerga tuz bosgandek bo'lishida gap yo'q. Boshqa biri bo'lsa-mu berib tasalli berishga bo'ladi. Ammo Rahim hamon bundoq ishlarni bakmi nomus bilib, ruhiy jihatdan tugishib ketadi. Asli nomus qilishga tegishlik bo'lganlar uni mushu holga tushirib qo'ygan jamiyat ekanligi haqida qarashi boshdan oxir mujmal bo'lib kelgachga, u haq nohaq, to'g'ri xato, sharaf nomus o'lchamlarida qaymoqishdan chiqamagan bir inson edi. Keyin men ish topgan. Ammo texi bu uyimni yasab, uy tutishga ulguramagan chog'larimda bir kuni uningga yana bir yo'liqdim. U yana avvalgidek mukchaygan holda harbining yeniga qo'yib olgan yo'lanchiksiz o'rindiqda o'ltirib tamaki setib O'zimi achchiq ko'k tamakidan o'rab chekib turadi va to'xtamay yo'tiladi. Xizmatim bir hal bo'lib qolsa, mushu ishdan bir qutulib olsam bo'ladi, degan armanini bildirdi u salom soatdan keyin. Tijoratga detingiz bo'dakmi qiladi? Hamını bu ishni qilgandan keyin ko'chada qochoq tijorat qilib yurak oldi bo'lib yurmay, rasmiy bir do'kon ichib olsangiz xotirjam bo'larkansiz. Ondan yana shu tamaki setishmi bak yaxshi ish emas. Boshqa bir mol tutsangiz, deb maslahat bergan edim. U bir oz tab bo'lgandek qildi. Nima? Men amdiza mushu ishni qilib o'ltirmanmi? Rasmiy do'konchi bo'lib. Xizmatim hal bo'lsa, pensiyaga chiqib olaman bo'ldi. Hal bo'g'idek turamdı, yaqinlashyapamdı. Hal bo'ladi, nimishqa hal bo'lmaydi? Nadiki bir nimaning hal bo'lavatsa, biz degan nazorat darajali kadr to'saq, dedi u qaynab. Alloh buyursa hal bo'ladi dang, dedim uning umidlarini tuzib. Uning oiladagi ahvoli anglag'inimdimi barbatroq bo'lsa kerak. Agar u yomon emasroq hayotda bo'lsa, cho'qim meni uyga taklif qiladi. O'zining saltanatini ko'z-ko'z qilishga oldirgan bo'ladi. Uning har qitim uchrashganda taklif qilishga og'zi bormagandan buni faraz qilishga bo'ladi. O'zlaricha xizmat ishi nim bo'ldi? Ha rost, sizlar xizmatdan kechdim degandilar. Men bu ish deb oldim. Alloh nasib qilsa, hayotdan xotirjam bo'lib qoldim. Qandaq shu? Bir navoiyxonada nimka. Bir navoiyxonada nimka. Dedim, xuddi bir yerga rais bo'lib atqanimni davatqandakda to'liq iftixor bilan. Maqsadim Rahimga dushman bir jamiyatda bizdek odamlarning bu holda bo'lishi bek normal. Hatto kishilarning bu jamiyatni tushunishida aynak bo'ladigan bir ish. Buningga bek upurinib ketmasangmi bo'ladi deganni sezdirib qo'ymoq edi. Ammo Rahimning buni qandoq tushunishi o'ziga bog'liq ish albatta. Qiziq ishda bu, dedi u. Ammo uning nimaga qaritib deganligini bilamadim. Uyg'ur bilan aloqalashib turamsiz ya? Nima qilyapti ekan? Yo'q. U adash mendan qaydog'liq emasmi? Aloqalashamdiq. Sizlarcha? Men mushu o'z halakchilikim bilan bo'lib, ko'nglim joyida bo'lmadi. Yaqinda o'qsam, u ahsiga kelibdimish. Ammo odatdagi bir xizmatga amal bermabdi. Qandaq ishkan? Rahimning ko'zlari chakchiyib ketdi. Viloyatlik partiya maktabida muallim bo'pti. Vah, deb qo'ydi u bosh chayqab. Bu uning havisiga kelganimi, yaratmaganimi, ko'zlariga qarashga imkon bermagani uchun belgili bo'lmaydi. Shu qisqa suhbatdan keyin xo'shlashdim. Uzun bo'ldi. Uning bilan uchrashamedim. Ammo uning xizmati hal bo'lmaganligini bilib turibman. U mana ana deb shu qo'l harvisini so'rab yursa kerak. Agar u xizmat tamosi bilan ikkilanmay, darhol bir do'kon ichib olishning ko'yiga kirgan bo'lsa-edi, bu kamgacha boy bo'lib qoladi. Chunki u tijoratga kirishgan dastlabki chog'larda tijoratga ko'p tasmay ketmaydi. Do'kon ijaralarimi ancha qimmat emas edi.